Mashina yo'l qo'yganingizda kalitni burasiz, buraganda deb turib yurib ketadi. Motor qiziydi sekin. O'sha Imom G'azaliy kitobini o'qib tugatib turib xonadan chiqaman dedim. O'zi hajmi unaqa katta kitob emas, 61 sahifalik. Ancha bo'ladi-da, unaqa non-stop sinamaganimga ancha bo'ladi. Rostdan miyani qizdidi. Gap o'sha xonadan kitobni boshladim, tugatganimdan keyin chiqdim. Xulosa shu bo'ldi. Birinchi eng katta xulosa kitobni yana bitta yaxshilab o'qib chiqish kerak ekan. Yodlasa ham bo'lar edi kitob ekan. Va undan tashqari aldanganlar. Nimaga bunaqa aldanganlar? Ko'pchilik aldangan degan xulosaga kelasiz. Ko'pchilik o'zingizni ko'rasiz. Birinchi o'rinda dahshat. Yana bitta narsa bu kitob bo'yicha oldin fundamental ilmi yo'q, umuman tushunchasi past odam bo'lsa yoki oldin kitob o'qimaganman, birinchi o'qishim degan odam bo'lsa umuman tavsiya qilmayman. Ham o'qisa foyda olishi mumkin hamma, lekin sal fundamental ilm kerak ekan baribir. Dahshat.